Zapish bosmoqmiz ekan. Yotishim bor, turishim bor bolam. Neydi, ozgina gaz bor, ataplina, pechkam bor. Tilla buva. Yetadi, da. Qarang, bo'lmasa hozir men zapishni bosdim. Tilla buva. Siz Toshkent viloyati Oqqo'rg'ondansiz. Oqqo'rg'on tumani Nur ko'chasi 33. Oqqo'rg'ondan siz kampiriz olamdan o'tgan 77-yilsiz, 6 ta farzandingiz bor, 5 tasi qiz, bitta o'g'il, hammasi turmushga chiqib, uylanib, uydan chiqib ketgan, siz bitta o'zingiz uydasiz. Uyda mol holingizdan 5 ta bor, 9 xonalik uy, hamma sharoitlariga ega, pensiyangiz 2 million 400 ming dedingiz, ha? 300. 2 million 300 ming pensiyangiz. Yana nima qolayotgan 2 million 300 endi yildan oshibdi, uni kelganda ma'lumda. Ha. 2,5 million deb qolaylik, ana pensiyangiz 2,5 million bo'ladigan bo'lsa, bitta kampir kerak sizga. Hozir aytdingiz, bir marta uylanib ko'rdim, bolasi nasha chekar ekan, bo'lmadi dedingiz. Yosh chegarasi sizda shunda qanaqa bo'lsin? Farzandi bo'lmasin dedingiz, ha? Bo'lmagan yaxshi-da. Endi yaxshi farzandlar ham bor-da, o'zi asli, lekin sizga shunaqa uchrab qolgan ekanda. Bo'pti, bu sizning o'zingiz xohishingiz. Yana uni gaplashaveradi-ku, u narsa, gaplashaverasizlar uni o'zlaringiz. Молодец bolam. Ularning blogerlarning ko'piga chiqdi. Mana Hasan nima shovmi? Unga ham chiqdim. Begodlik. Yo'q, tanimayman. Siraj mediaga chiqdim. Ololmadim Siraj mediani. Nomer telefon topib, hozir sentabr telefonda chiqib qoldi. Ana kun ham chiqqanda gaplashganimizda, uyaldim. Bu safar endi uyatda ham yig'ishtirib tashladim. Ha. Majbur bo'lmay chiqgan. Nega? Endi kampir kerak bo'ladigan, yoningizga bir juft kerak bo'ladigan yoshdasiz-da. 77 yoshdasiz. Xo'p, qayerdan bo'lmasin yoki qayerdan bo'lgani sizga qulayroq, yaxshiroq? Qayerdan bo'lsa ham insofli, diyonatli bo'lsin-da. Tushunarli. Kimlardan bor ekan 83-yili. Chol bo'lsa ham tegaman deyapti. Xolos uni topamadim men. U haligi admindan adminga qilar ekan, unaqa topamadim da tolib bolam. Ha. Lekin o'zing o'qib ko'rsang telefoningda bor seni ham. Tushundim. Yo, u yolg'onda ham reklamalar ko'payib ketgan o'zi. Men shuni so'rayapman, aldaydi deyapti, bir Ha, falon so'm tashab berasiz, keyin nomerni beraman deydi. U pul tashaganingizdan keyin siz cho'rniyat qilib qo'yadi. Mana shunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Shu aldaydi ekanda, shu gap men aynetga bordim bir ayol unga bordim, bola dedi. Siz dedi aldanib qolasiz, bular hammasi yolg'onchi, uni birorta bilat so'radim, qilasiz qila olmaysiz dedi menga. Men ham qilmayman dedi. Ha. Joy bor ekan. Tushunarli. Demak, nomeringizni qoldirasizmi? Ana shu nomer telefonda bir. Bo'ldi. Telefon nomeringiz bitta shu. Ha, 90lik 816 1548. Mashinasi bor ekanmi degan savol bo'lishi mumkin. Mashinani berdim, o'g'limniki deb olib ketdim. Menga mashina kerak emas. Endi 77 yoshdasiz, mashina kerak emas deb o'g'lingizga berardingiz. Mana tayyor mashina 4 mingdan libojiga borib qo'yadi. Oqqo'rg'onga borsam hammasi qilib keladi. To'g'ri. Bolalaringiz bilan aloqalaringiz qanaqa? Bolalar bilan aloqam endi hammasi kelmaydi-da, hammasi bola chaqasi bor-da. Yo, endi urushib, janjallashib, kelmaydigan bo'lib ketib. Undaqa yo'q. Bolamni o'qitganman, u yerda institutda ishlayapti. Lekin bolamning xotini endi yomonlashdan to'g'ri xotin bo'lmaydi-da. Ya, endi uni keragi yo'q, u gap keragi yo'q, bo'lmasa mayli, tushunarli. Lekin farzandlaringiz bilan aloqalaringiz yaxshi. Ha, yaxshi. Bo'ldi, tushunarli. Yashamayman. Men uchrashdim farzandlarimni, kelsa farzandlarimni chaqiraman, uchrashib gaplashib. Bitta qizim Turkiyada, bittasi Yangiyo'lda, bittasi Qanqa degan joy bor, shu yerda. Oldimda yo'q-da. Oldimda bittagina qizim bor, 3-qiz. Shu bechora ovqat olib keladi, ovqat olib ketadi. U ham men o'zining oilasidan avvalo bo'ladi-da bolam. To'g'ri. Men yotqana kuni 7 kun yotib qolib, pochkam olib. Hech kim kelib xabar olmadi. Alam yaxshi telefonni sal beraman. Isko'rga telefonni kelib qolib ketdi. Bo'lmasa yaxshi niyat, men siz nomeringizni qo'yaman, joylashtiraman, mana shu informatsiyalaringizni joylashtiraman, siz bergan informatsiyalarni.
Siz nomeringizni so'rab telefon qilishadigan bo'lsa, men beraman nomeringizni. Keyin anavi ZAKS masalasi, turmush qurish, ZAKS uy-joy masalasi nima gap? Uy bor, uyni qoldiraman. ZAKS bo'lmasa ham haligi natasini o'tkazib beraveraman. Men qo'rqatgan joyim yo'q. Vasiyatnoma qilib qo'yishingiz mumkin, nimadir qo'yib yozib qo'yishingiz mumkin, ha, shunaqa. Endi biz ZAKSdan Qo'qonlikni ZAKSda o'tdim. Nomad ZAKS yurtma ketib qoldi, Turkiyada ekan. Ya boyagi 83-yil kelin deganingiz. Yo'q. Qo'qondan uylandi dedim-ku, bolam senga 5 yil yashadim men bilan. Ha, 83 dedingiz emasmi shu yilini? Yo'q, u 77-yil edi. Ha, 77, 83 deb eshitdim men. Bolasi nasha chiqadi dedim-ku, aytdim. Ha. Yaxshim bolam, haligi ko'klarga kelgandalar, ko'klarni olib ketdi. Uyga kirib divan boshini qaraganda, divanning boshida biz chiqib nasha turibdi ekan. Uni tandirga solib yoqib oldik. Yana bir bilan boshlamaydi. Mashina o'tdi bolam. Tushundim. Eng yoshi necha yosh bo'lsin, eng qarasi necha yosh bo'lsin? Endi 50 yoshda. 47, 48 bo'lsa ham bo'ladi, o'zlari xohlasa-da. Ha. Ya 60 gacha bo'lsin. 60 gacha. 45 yoshdan 60 yoshgachami bu shunda? Chunki bolam o'ylab ko'rdi, menga ham qarash kerak, ovqat qiladi, uxladi, qo'yga o't soladi, tom boshqa chiqish kerak. Tom boshqa pichan bosib qo'yganman. Endi pichanlar bo'lsa yerga tushiramiz. Endi so'rasam qulaymi, noqulaymi bilmadim. So'rayman, mayli, buni so'rash kerak baribir. Telefon qilib ayol kishi so'ra olmasligi mumkin. Pastel masalasi qanaqa? Bo'ladi, yashayman. Yashayman, sog'lom aldir. Bo'ldi. Rahmat sizga bo'lmasa, bo'ldi. U kerak bo'lgan informatsiyalarni oldim. Mana shu nomer telefon qilib turaman o'zingga. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi, xo'p. Tillabo, xo'p. Xudodan senga omad bersin, olganing oltin bo'lsin bolam. Endi nima qilaman? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'lmasa aloqaga chiqaman men ham. Kimni so'rasa, yomon desa mayli. Nima aytaveraman. Bo'ldi. Aytsimki 19 yil rayonda agronom o'qiganman. 5 yil pasad muqaddasida ishladim. Qolgani mana shu kolxozda o'tdim, rais ma'mur bo'lib. Bo'ldi. Xo'p, ana gaplashaverasizlar, telefon qilsalar, xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat bolam. O'zing ham telefon qilib turgin menga bolam. Mayli, xo'p. Pul yordam bergin. Ularning rohatini ko'r bolam. Sog' bo'ling, xo'p, rahmat. Bolam xo'p. Ana qilib aytishim kerak, men bugun majbur bo'ldim aytishga. Mayli, xo'p. Rahmat o'g'lim. Xo'p. Yor-yorga boring-da. Yo'q, yor-yorga boring demaymiz. Xullas, assalomu alaykum. Mana Toshkent viloyatidan aloqaga chiqqanlar, qishloq joyda yashamaydilar. 9 xonalik uylari bor ekan, hamma sharoiti bor ekan, pensiyalari 2,5 million atrofida ekan. 2 million 300 edi, pensiyalar oshdi, xabarlaringiz bor. Oylik pensiya oshdi. 2,5 million 600 atrofi bo'ladi pensiyalari. 5 ta qizlari, bitta o'g'illari bor ekan. Ular alohida chiqib ketgan ekan hammasi. Bitta o'zlari yashar ekanlar. Hamma sharoit bor. Pastel masalasini ham ana bo'ldi, qilamiz dedilar. Xullas, kerakli bo'lgan informatsiya endi kimgadir noqulay, kimgadir qulay bo'lishi mumkin. Telefon qilib bu narsani so'ray olish. 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lsin dedilar. Endi undan yosh qiz, yosh ayol kishi rozi bo'lmasligi mumkin deb. Ana uni o'zlari biladi. 40 yoshlik ayol rozi bo'lib telefon qiladimi, 35 yosh rozi bo'lib telefon qiladimi, bunisini bilmadim. O'zlaringiz bilasizlar. Lekin yosh chegarasi 60 yoshgacha. Chunki bular hozir uylangan ayolga Tillaboni o'zlari qarashlari emas, u ayol iloji bo'lsa bularga qarashlari kerak bo'ladi. U ham qoldiraman vasiyat qilib dedilar. Yana bundan ortiq nima kerak bilmadim. Sog'lik, salomatlik. Telefon qilsalaringiz nomerlarini aytaman. O'zlari ham aytib o'tdilar videoni orasida yozib olgan bo'lsalaringiz yoki menga aloqaga chiqsalaringiz nomerlarini aytaman. Bu aytgancha videoni montaj qilmasdan to'g'ri qo'yaman. Shuning uchun 90lik 816 15 48 telefon nomerlari. 816 15 48. Sog'lik, salomatlik. To'ylariga aytamiz, xudo xolasa.